Zinaning turlari va uningdan saqlanish. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundoq degan: Odam bolasining zinodan nesivasi putib etilgan. U buni mutlaq o'rindaydi. Ko'zning zinosi qarash, quloqning zinosi anglash, tilning zinosi so'zlash, qo'lning zinosi tutish, putning zinosi mengishdir. Qalb arzulab talab qiladi. Jinsiy a'zo buni yoki qabul qiladi yoki rad qiladi. Buxoriy 5774 numurliq, Muslim 4802 numurliq, Yaxshilar bog'chisi 1623 numurliq hadis. Allama ibn Usaymin rahimahulloh bu hadisni mundoq sharhlagan: Odam bolasining zinodan nisivasi putib etilgan. Ya'ni Allah Taala saqlagan kishilardan boshqa insonlar mutlaq zinoga tushadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam bolalarining zinoga tushishiga o'rnak berib mundoq degan: Ko'zning zinosi qarash, ya'ni o'ziga mahram hisoblanmaydigan yot ayolga qarashdir. Yot ayolga shahvatsiz holatda qarsimi baribir o'xshashla zinoning bir turi, ya'ni ko'z zinosi hisoblanadi. Quloqning zinosi anglash. Masalan, er kishi ayol kishining yoki ayol kishi er kishining ovozini lazzat elib ting'ishi quloq zinosidir. Qo'lning zinosi tutish, ya'ni qo'l bilan tutish, qo'lni tekkizish va boshqalar. Putning zinosi mengishdir, ya'ni insonning ko'z, til, quloq, qalb yoki jinsiy a'zo zinosi bo'ladigan joylarga mengishi put zinosidir. Masalan, bir ayolning ovozini anglab yoki u ayolni ko'rib, uning yoniga mengish zinoning bir partisidir. Bu putlarning zinosidir. Qalb arzulab talab qiladi. Ya'ni qalbning ayollarga bog'lanishi va ayollarga moyil bo'lishi qalb zinosidir. Jinsiy a'zo yoki buni qabul qiladi, ya'ni qiladi yoki rad qiladi, ya'ni barbod qiladi. Ya'ni jinsiy a'zo zino qilsa, butkul organlarning zinosi qabul qilgan, tasdiqlagan hisoblanadi. Agar jinsiy a'zo zino qilmasa, zinodan uzoq turib o'zini qo'yursa, bu boshqa a'zolarning zinosini rad qilib bekor qilganlik hisoblanadi. Bu hadis ayollarga moyil bo'lishga, ya'ni ularning ovozini anglashga, ularga qarashga, ularni tutib tegishishga, ularga qarab mengishga, qalbning ularga bog'lanishiga nisbatan nihoyat diqqatli bo'lishga va bulardan saqlanishga tashviq qilmoqda. Chunki bularning hammasi zinoning turlaridan hisoblanadi. Aqlliq va nomuschan inson bu a'zolarining har qanday bir sabablik zinoga tushib qolishdan saqlanadi. Agar inson nafsida bundoq bir arzuni his qilsa, darhol bu arzusini yo'qqa chiqarish kerak. Chunki shayton insonning tomirida qonning oqqandek eqib turdi. Namahramga qarashmi shaytonning zaharlik o'qlaridan biridir. Ba'zida er kishi bir ayolga qaraydi. Ammo tunji qarashda nafsi o ayolga bog'lanmaydi. Ammo ikkinchi, uchinchi rad qarashlik sababli oqibatda qalbi o ayolga moyil bo'lib bog'lanib qoldi va savdoga tushib qoladi. Alloh saqlasin, u ayoldan boshqani o'ylamaydigan holga tushib qoladi. Qopsimi, o'ltirsimi, u xotinni xiyol qildi-da, oqibatda yomonlik va fitna maydonga chiqadi. Alloh taolodan har turli yomonliklarga mubtalo bo'lib qolishdan panoh tilaymiz. Mujtahidlar fatvolar blogidan elindi.